Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet ve şunun münasebetlik yani pakizlik, pasizlik meselelerine münasebetlik temilat toxtalyapmiz. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bugünkü bu babda mayga suğa tushib ketgan nijosatlerniki hukmi qanday bo'ldi deb to'xtalyapti. Bu may endi ba'zi qo'yiq mayli bo'ldi masalan. Uyutilgan may, qo'y mayiga o'xshash masalan, seriq maylarga o'xshash. Ba'zi endi suyuq maylar bo'ldi. Bular qarta endi nijosat nasib ketgan bo'lsa, mayli nejis hasharatli bo'lsin. Mayli nejis narsalar bo'lsin. Mana buniki hukmi, ya'ni ishiltish tarafi qandoq demoqchi-da. Hamda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi hadisni keltirishdan burun bir qism tabiinlar ve bir qism ayni vaqtdagi büyük ulamolarning, ishonchli ulamolarning so'zini dalil isbot o'rnida ekliyotidir. Masalan, İmam Zuhri rahmetullahi aleyhi mundaq degan idi deb qo'shimcha qilyotdi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Suvning rangi, ta'mi purq o'zgarmagan bo'lsa, suv nijosat tushganda hech qisi yo'q, chataq yo'q, kirik yo'q degan idi dedi. Ve Hammad degan kishi shundoq degan edi dedi. Bu shu davrdagi katta büyük ulamolardan. Bu zot Hammad ibn Abi Sulaymon nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Abu Hanif rahmetullahi aleyhining ustozi bo'ldi-da bu Hammad. Bu odam deydi hamda o'lik narsaning paylari, masalan qanot o'xshash paylari tushib ketgan bo'lsa, chataq yo'q, kirak yo'q debdi. Hem İmam Zuhri rahmetullahi aleyhi Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri degan kishi. Bu adam hem mundaq debdi. O'lik narsalarning so'ngakları deymiz, mesela filga o'xshash, fildan boshqa hayvonotlar, masalan, o'sha narsalar haqida to'xtalib o'tib, men bir qism salaf solih ulamolarning mushu narsalar bilan, ya'ni mushta so'ngaklar bilan o'lik narsaning so'ngkida yasagan taqoqli bo'ladi ayni vaqtda ishlatgan. Muşolar çaş tarğanlıqını, şolan şu taqaq bilan may sürtkenlikini beshiga çaşni asrash uchun ko'rgan edim. Shularni ushuna uchratgan. Ular buningda chataq yo'q deb qarg'an dedi. Shonlashqa Ibn Sirin ve İbrahim qatorliq ayni vaqtdagi katta ulamolar ağaç ticaretini qilsa chataq yo'q degan. Ayni vaqtida Arab yarim orlida şu Afrika tarafdan, andan şu Hindistan tarafdan belki şu filninki so'nkini sotadigan tijoratlar davom etgan bo'lsa kerak. Bu tijoratga chataq yo'q degan. Nimishqa deganda bu narsalarniki so'nkini bular pokiz deb qaragan. Chunki bu so'ngakilda nihoyat qimmat baholiq narsalarni yasaydi. Bular bu taqoq yasaydi ayni vaqtlarda. Bu mesele o'lik hayvonlarning nemisini ishlatgili bo'ldi degan masalalar qartilgan. Masalan, buning munguz deymiz, buning tuvuqi deymiz, jungi deymiz, tuklari deymiz, paylari deymiz masalan. Bunday narsalar nejis bo'lmaydi. Chunki bu yerda qon olmaydi deb qaragan. Bu yerda qon olmaydi deb. Ama bir qism ulamolar buni go'shtga tabi qilib, masalan, buning go'shti harom bo'lgan ekan, buning ash narsalarimi ishlatgili bo'lmaydi, pokiz bo'lmaydi, foydalanishga bo'lmaydi deb qaragan. Bu masalani o'zimiz qanoat qilgan dalil isbotlar qarta muomala qilganimiz yaxshi. Endi 235-numurlik hadis bu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bu yerda bayon qilib shundoq deydi. Bizga İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. İmam Bukhari'nin büyük ustazlarından bu zat İsmail ibn Abi Uveys namıyla meşhur bo'lgan şu Tafazul Ehlil İman degan babda o'tgan. Bu adam debdi hamda bana Malik hadis so'zlab bergan edi dedi. İmam Malik rahmetullahi aleyhi şu. Bu zat dedi İbn Şihab, hozirgi Zuhri degan ulamo şu Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri. Bu adam Ubeydullah ibn Abdullah'dan rivayet qildi. Bu kishi tercümalı o'tgan, Herakla qissida Abdullah ibn Mas'udninki jiyanlari bo'ladi bu kishi. Bu zot büyük sahabe Resulullah'ning nevre inisi Abdullah ibn Abbas'dan rivayet qilyapti. Bu kishi o'zining
ana taraf hammasi Maymuna radhiyallohu anhadan rivoyat qilib, haqiqatan payg'ambar alayhissalatu vassalam bir moyga tushib qolgan chashqan haqida so'ralgan edi dedi. Payg'ambarimiz javob berib, o chashqan ne? O chashqanning atrofidagi moyni ilib tashlaytinglar, meyinglarni yaviringlar dedi. Bu masalan qo'y meyi, to'gi meyiga o'xshash yoki seriq maylarga o'xshash asosan hayvonot maylari ayni vaqtida uyutilgan maylar. Bunun atrofini ko'pini elitib, tegini yanglar deb shundoq degan edi, deb shundoq deydi. Demak, bizga bu hadisning zohiridan ko'rinishidan bizga bilinayotgan ma'no aniq-ku. Uyutilgan mayninki hukmi mana shunga hadisdagidek bo'ladi. Tegini yeymiz. Bu aqliy jihatdan munoyatda aqlga uyg'un. Aql bilan naql hargiz sog'lom aqlga zid kelgan emas. Ammo suyuq may buning hukmi qanday? Bu masalada ulamolar bir necha xil qarashlarni yoqlagan. Buning ichida jumhuriy ko'p sonli ulamolar yo'q, suyuq mayga chashqan bilan chiqib qolgan bo'lsa, bu nejis bo'ladi, oz bo'lsin, jiq bo'lsin degan. Buni suvga o'xshatgan bir bo'lak kishilar. Ammo bir qism ulamolar buni ishlatishga bo'lmaydi, yeyishga ishlatishga bo'lmaydi. Ammo lekin biz buni chiroq yaqib, masalan, ayni vaqtida pilt kuchlik chiroqli borda, piliglik chiroqli borda yoki panarli bor. Shunday narsalarni ishlatsak bo'ladi deb qaragan. Endi bu chashqan narsalar tushib ulab qolgan bo'lsa, buning hukmi, ulab qolgan bo'lsa, ammo hayot uni to'pik bir shaklab qishib ketgan bo'lsa, bir tushib qishib ketgan bo'lsa, uning hukmi boshqacha. Ma faqat shu ichida ulab qolgan chashqan qartilgan ma'no so'zlar, uning nijosatligida. Ammo shu hayot ashno tushib to'piga bir mayning yo suvning to'piga bir tushib shaklab o'tib ketgan bo'lsa, uning hukmi yana boshqacharoq. Buni Abu Hanif Shofiydak ulamolar hatto uni pokiz deb qaragan bo'lyapti. Hamda 236-nomerli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yuqori hadis bilan munosabat qilgan. Bizga Ali ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Buxoriyniki Ali ibn Madini degan buyuk ustozi va shu ustozi bosh tarjimada o'tgan. Bu odam dedi bizga Malik ibn Shahabdan, Ubaydullah ibn Utbat ibn Mas'uddan, Abdullah ibn Abbosdan, Maymunadan hadis rivoyat bergan, hadis so'zlab bergan dedi. Bu yuqori hadisdagi raviylarning o'zi shu. Endi Maymuna onamiz dedi payg'ambar alayhisolatu vasallam moyga chiqib qolgan sochqan haqida so'ralgan vaqtida u sochqanni va sochqanning shu o'ylak sochqanning atrofidagi narsalarni ilib tashlaytinglar degan. Demak bu hadis yuqori hadis bilan asosan o'xshash ma'nosi. Bu masalaga qarata hamda bu sochqan chiqib qolgan moyni yeyish durust emas, ammo buni sitib deb qo'yib, buningda chiroq yaxshi bo'ladi. Lekin masjidga yaqin bo'lmaydi deb qaragan deb bu Anvar Shah Kashmiri Imom Abu Hanifga nisbat beradi. Demak buningdan foydalansak bu deyishga bo'lmaydi. Ammo o'lab qolgan narsaning meyli hatto paruq kiyimlarni moylashqimi, juvoz moylashqimi, o'tak moylashqimi bo'lmaydi. Bu ayrim avval, bu boshqa avval. Har bir diniy masalani tushungan vaqtida uni shu deyilgan nuqtada konkret shu markazlashgan nuqtalar tushunish kerak. Bir-biriga bog'lab olmaslik kerak-da qiyos qilib. Hamda 237-nomerli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Ahmad ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Imom Buxoriyning buyuk ustozlaridan ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Musa Marvazi. Yani bu Marvazi degandilar bu odamning Turkmanistondan ishkanligi chiqib turyapti-da bu odamniki. Bu zot shu 235-yillarda o'lib ketgan Imom Buxoriyniki katta ustozlaridan hamda. Bu zot dedi bizga Abdullah hadis so'zlab berdi, nima xabar bergan dedi. Abdullah ibn Mubarak degan buyuk ustoz o'zining jihad bilan, o'zining sehi mardligi bilan, ilmi bilan tanilgan. Ulamolarning ichida bundaq ko'p qatlamliq taraflarning biri ekanmikin yomon tas. Bu odam dedi bizga Ma'mar hadis so'zlab bergan edi dedi. Undaqda Ma'mar degan kim o? Degan vaqtida Ma'mar ibn Rashid degan kishi
Kitabul Vahid o'tgan bu odamniki tarjimali. Bu adam Hammam ibn Munabbah degan kishidir. Munabbah degan kishidir. Bu kishining tarjimalini o'tgan. Bu kishi Abu Hurayradan, Janob Rasulullohning buyuk sahobalaridan. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Musulmonning Alloh yo'lida yaralangan har qanday yarasi qiyomat kuni shu shaklda bo'ladi. Masalan, qilich bilan yaralangan bo'lsa, shu peti. Ya pilmot ya o'q bilan ya tank aeroplan bilan yaralangan bo'lsa, qiyomat kuni yani shu peti. O'zing shu. Qaysi shaklda yaralangan bo'lsa bu dunyoda Alloh yo'lida urush qilib, jihad qilib, Alloh yo'lida o'zini atab yaralangan bo'lsa mujohid, qiyomat kuni shu shaklda bo'ladi deydi. Teriladi, ya mahsharga yig'iladi. Masalan, bir nas shamshar tiqilibdi, ya qilich tiqibdi, ya nayz tiqibdi. Bu vaqtida qon itilib turibdi. Balkim og'riqni sezmaslik mumkin bu dunyoda. Qon shu chiqayotgan petida teriladi va yoki shundoq mahsharga yig'iladi. Rang qonning rangi. Ammo puroq misk ambarning o'zi deydi. Demakchi bo'g'ini kishilarga ko'rinayotgani bu odamning bir jihatda urushda o'lib ketgan bir mujohid bo'lish kishilarga ko'rinayotgan bilan amaliyotda uningdan chiqayotgan qon bunda badbo'y, nachar, puroq emas, bir misk ambarning purqidir deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bu yerga bu jihatga munosabatlik, shahidlikka munosabatlik bu hadisni nemishqa bu tahorat bobi akib qo'ygandi? Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi buni aqliy yakunlar bilan boshqacha bir o'ziniki qarshini o'ttirib qo'yapti. U bo'lsa-mu qonmi o'zinki shu asli holatidan mushta misk ambar puraydigan bir puroqqa aylanadi. Ya'ni endi shuningga o'xshash suvmi ba'zi o'zgarishlarga duch kelishi mumkin. Ayta fizikalik o'zgarishlar bilan buningdagi o'zgarishchanlikning qaysi tipi g'olib kelsa, shuning asoslanib turib, suvning pokiz yoki najosatlikka hukm qilamiz deb ma'vo aqliy yakun o'tirib qo'yapti. Amaliyotda bu hadisdan maqsad bu bo'lmasligi mumkin. Bu hadisga nishon shahidning qini pokiz qon, uni cho'qim o'lib ketganda, shahid bo'lib ketganda uni yumaslik kerak degan qarashni bizga Imom Buxoriy bu uchurni berishi mumkin. Amaliyotda bu shahidning badanidan oqqan bu qon qiyomat kuni misk ambardek purg'ini bu shahidning bir fazilati darajasining yuqorliligini ifodalaydigan bir kalima bu hadisdagi. Demak bu insonning, mujohidning, shahidning shu dunyoda tortgan jafosiga qarta Alloh subhanahu va taolaning qiyomatda mahsharda buni farqli holatda bergan bir mukofoti bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo dini yo'lida, oilasi yo'lida, vatani yo'lida, millati yo'lida jon bergan, kuch bergan, iqtisodini bergan, nafsini bergan, urug' tuqqan ota-onasini bergan, shu yo'lda qurbon bergan. Shu qarindoshlarimizning hammasining Alloh taolo darajasini yuqori qilsin. Qiyomatda shahid bo'lib ketgan qarindoshlarimizninki Alloh taolo shahidlik maqomini Alloh zoya qilmay, ularning hammasidan xush ambarning etilib chiqish, bir purab turishini Alloh taolo muyassar qilsin. Kichikkina bo'lsa-mu o'zining iymoni, vijdoni va g'urur burchiga asosan azoblangan, mushuning dardini, aziyatini chekkan hamma qarindoshlarimizga Alloh mujohidlik va shahidlik maqomini bersin.